Farzand tarbiyasida 7 ta zahardan ehtiyot bo'ling. Birinchisi bir-biriga solishtirish. Bolani bir-biriga solishtirib ajratish uning hayotini barbod qiladi. Nima jazo chorasini qo'llasangiz, birgalikda qo'llang. Aka-uka uchun, uka-aka uchun javob berishni va bir-birini yomonlik qilishdan qaytarishni o'rganadi. Ikkinchisi, jismoniy qo'pollik qilmang. Urish yoki qo'pol, uyat so'z ishlatish, so'kish bular bolaning ursa eti qotar, so'ksa biti qotar bo'lishiga olib keladi. Uchinchisi, masxaralash. Doim masxara qilingan bola o'zini hurmat qilmaydigan bo'lib qoladi va boshqalarga ham shunaqa qiladi. To'rtinchisi, ortiqcha erkalatish. Ko'p erkalatilgan, taltayib ketgan bola mas'uliyatsiz bo'lib qoladi. Bolani qancha ko'p erkalatsang, katta bo'lgach shuncha ko'p g'am-g'ussa ko'rasan degan hadis kabi. Beshinchisi, ortiqcha tergash. Doimiy nazorat va ortiqcha izoh talab qilish boshqalarning fikrini tinglash va qabul qilish xususiyatidan mahrum qiladi. Oltinchisi, beparvolik. Bolaning dardiga quloq solmaslik, u bilan muloqotga vaqt ajratmaslik, o'zingizga nisbatan qo'pollik qilishiga va sizni ham eshitmasligiga olib keladi. Yettinchisi, shijoatlantirmaslik. Rag'batlantirilmagan bola yangilik yaratishdan, ijod qilishdan mahrum bo'lib qoladi. Motivator bo'ling va har bir harakatini maqtang. Endi qildirmoqchi bo'lgan ishingizni ham qila oladi mani bolam. Hamma yoqni evlaydi, deya kuch va ishonch bering. Qariganingiz sari rohat farog'atda baxtli yashay desangiz, ayniqsa sog'lom yashay desangiz, qayerda bo'lmang farzand tarbiyasidan fokusingizni uzmang.